Mitingdan foyda bo'ldimi deb kommentariy yozishibdi. Bo'ldi, конечно, derdi. Hattoki 1-2 kun oldin marhuma o'zini osgan deb topildi deb gapirib chiqqan Qalampiruz ham bor haqiqatni gapirib berdi. Ya'ni bu Qalampiruzdagi qizning aytishi bo'yicha videoyimni boshqatdan ko'rib chiqinglar, men tasdiqlandi deb turib gapirmaganman deb aytayapti. Hattoki bu qizning aytishi bo'yicha shu elchixonadagilar Tashqi ishlar vazirligiga buyruq bergan, bizda o'zini osganligi haqida qog'oz bor. Bo'ldi, bu ish yopildi deb turib buyruq bergan. Tashqi ishlar vazirligi Telegramga post joylashtirganda Qalampiruz buni shunchaki o'qib bergan. Va eng qizig'i, marhumaning tanasidagi jarohatlarni ko'rmagan ekan u qiz. Rasmlarni ko'rib turib shokka tushyapti. Men ko'rmagan ekanman bu narsalarni deb. Tushunasizlar? Ya'ni katta kanal ekan yoki professional kanal ekan degani hammani gapiga ishonib ketaverish kerak degani emas. Hattoki videosida 4-fevral deb turib xato gapirib turibdi. Endi hamma ham xato qiladi, bu narsani to'g'ri tushunamiz. Men prosta o'ylantirib qo'ygan savol bor-da. Agar elchixona buyruq bergan bo'lsa, nimaga marhumaning onasi Feruz opani chaqirib turib med ekspertiza javobini berish olmayapti? Savol. Hattoki men o'tganda eshitib qoldim. Qanaqadir dokument bo'lmagunchami yoki jinoiy ish yopilmagunchami yoki med ekspertiza javobi chiqmaguncha marhumani O'zbekistonga yuborish mumkin emas ekan-da eng qizig'i. Bular qanday qilib, qanaqa yo'l bilan O'zbekistonga yuborishgan, men vobshe hayron qolyapman. Keyin masalan, ikkinchidan Koreyaning politsiyalari marhuma Nozima o'zini osgan ro'molini topib berish olmayapti ekan. Agar haqiqatdan qiz o'zini osgan bo'lganda edi, ro'mol eng kerakli ashyoviy dalil bo'lish kerak emasmidi deyapman-da. Xolos bu yerda erga shubhali bo'lgan holatlar juda ham ko'p-da. Вот тем более mana dalilingizga 700 ga yaqin video rolik yetib ketdi. Bularni o'rganib chiqishga vaqt kerak deyapti. Tushunasizlar? 700 ta video rolikni o'rganib chiqguncha xohlamasak ozgina vaqt kerak bo'ladi. Prosta sabr qilib kutib tursanglar, ochilish kerak bo'lgan narsa ochiladi, yopilish kerak bo'lgan narsa yopiladi. Mana bu ukamni nima qilganini ko'rdinglar. Bunga yozgan bir dunyo голосовойmi 10 sekundini qo'yib turib o'ziga ochko ishlabdi. Okey. Endi Javohir senga 2-3 ta savol bermoqchiman. Agar men senga hype qilaylik yoki hype qilmoqchiman yoki hype qilyapman degan gaplarni gapirgan bo'lsam, nimaga Instagramingga aynan shu joyini joylashtirmading? Bu savolning javobi meni o'zimga juda ham qiziq. Ikkinchisi, senga adashmasam bir 15 minutlik golos yozganman-da, undan bir 3 minutli golosni 10 sekundini qo'yib beribsan. Xo'p, qo'yibsan. Nimaga golosni oxirigacha qo'ymading? Bu narsa seni podpischiklaringga ham, meni podpischiklarimga ham juda ham qiziq. Yoki golosni oxirigacha qo'yib bersang, sharmanda bo'lib qolishdan qo'rqdingmi? Hamayli. Eslasang, efir qilgan vaqtimizda sen menga erkak chest haqida понятие bergan eding. Endi sen 3 minutlik golosda 10 sekundini qo'yib ochko ishlamoqchi bo'lganing to'g'ri tushunaman. Lekin 3-savolim shunaqa. Sen ko'chaga chiqasan-da, действительно ko'cha понятиясida, ko'cha движениясida yurgan akaxonlaring bo'lsa, ularga savol berasan. O'zingni erkakman deb hisoblasang. Ikkita mujikning o'rtasidagi gapni tashqariga olib chiqqan insonni kim deyish mumkin deb savol berasan ularga. Biz shevada xotin-kalach, xezalik, krisa deb turib aytilinadi. Menga aynan senlarni shevingda nima deb aytiladi, shu narsani bilib berasan. Xo'p. Keyin eslasang, men senga bir gap aytgan edim. Sen erkakligingni menga yoki xalqqa isbotlash berishing kerak emas. Sen erkakligingni o'zingga va yoningda yashayotgan ayolingga isbotlab berishing kerak deb aytganman, eslaysan? Vot mana men senga imkoniyat beraman. Men senga Javohir hype qilishni xohlasam, men sen bilan kelishib turibman, hype qilaveraman. Lekin meni hozir hype qilishga vaqtim yo'q deb turib yozgan голосовойimni Instagramingga joylashtirasan.
O'zingga ham isbotlaysan bu narsani, ayolingga ham isbotlaysan. Agar bu golosni Instagramingga joylashtirmasang, o'zing uchun bilib ol, sen erkak emassan. Hattoki bu gap so'zlardan agar ayolingni ham xabari bo'ladigan bo'lsa, aytganimdek, betingga gapira olmasa ham ichidan biladi xizalik bilan yashayotganini. Endi sen gaplaringda shantajchi, ugrozchi, shunga o'xshagan gaplarni gapiribsan. Uka, men seni ugroza qilib, shantaj qilmoqchi bo'lsam, seni qayerda yashashingdan tortib, mahallangda senga kim dushman, kim do'st, hattoki kerak bo'lsa uying rasmlarigacha bor. Agar nimadir qilish niyatim bo'lganda edi, shu kungacha uje qilib qo'ygan bo'lardim. Keyin senga qilgan videoyimni, senga bergan maslahatimi, sen meni sharmanda qilmoqchi bo'lyapti deb tushunib olgansan shekilli. Agar seni sharmanda qilish, pozor qilish niyatim bo'lganda edi, seni maktablardan o'pgan budjetga Telegramga ovoz yigib beraman deb turib, какой-то summalarga uxlatib ketganingdan tortib, kerak bo'lsa, birinchi ayolingni qayerdan ilashtirib olib, uni uyga ichkiyo bo'lib kirib olib, nimalar qilganinggacha bilaman. Kerak bo'lsa, hattoki ikkinchi xotiningni Qashqadaryodan olib, hozir u bilan qanaqa sharoitda yashaganinggacha bilaman. Hatya seni sharmanda qilish uchun menga какой-то informatsiya kerak emas, o'zing Instagramingga joylashtirgan rasm videolaringni prosta obzor qilib beradigan bo'lsam ham, ishon, men seni normalniy pozor qilib qo'yaman. Agar qilaman deganimda shu narsalarni qilardim. Xo'p, endi senga yaxshi gapirib, buka-buka deb sizlab gapirayotgan bo'lsam, buni o'ziga yarasha sababi bor. Birinchisi, sen 2004-yilgi mendan ancha kichkina yosh bola ekansan. Men o'zimdan kichkina bolani qo'qitib, do'q-po'psa qilib, sensirab, ugroza qilishdi o'zimga to'g'ri deb bilmayman. Ikkinchisi, yetimligingni bilaman. Otangning seni bakib olishganini bilaman. Yetimda ko'nglini og'ritgandan ko'ra, lutchi odamlarga past nazarda ko'ringanim to'g'riroq deb bilaman. Endi kuniga 2-3 martalab meni kanalimni vizlom qilayotganingni sababini ham bilaman. Atek kichitib, shu menga e'tibor qilsin, shu menga atvet qilsin deb atek qilayotganingni to'g'ri tushunib turibman. Lekin aytganimdek, boshida men senga aytganman, men sen bilan hayb qilishga vaqtim yo'q. Shuning uchun meni orqamdan ko'tarilging kelsa, pajausta meni gapirib, meni rasmlarimni qo'yib, men haqimda gapirib o'tiraver, lekin mendan atvet kutma. Agar yo'q, shunchalik men bilan hayb qilishni xohlab, anaqaging kelayotgan bo'lsa, bir g'idati 6 oy, 7 oydan keyin menga aloqaga chiq, habob ikkovimiz kelishib olib turib, bir-birimizga atvet qilib, po'lat o'ynab hayb qilaveramiz, okey? Faqat meni hozir vaqtim yo'q, xafa bo'lmaysan.